Usta, somsamni qaytarib bering. Ebe, somsachasini yeb bo'ldim. Qayerdan qaytarib beraman? Qornim ochdi, somsamni bering. Ha, o'layotgan bo'lsang, nimaga somsa berasan menga? Yeb bo'ldim-ku men endi. Somsa. Ebe. Hadi chaqil. Mening ayponimda ana zaratini tikatasan. Nima deding bolam boya? Nima deding? Nimani qaytarib ber deyapsan? Pulimi. Bu adasidan bilmayman. 20 ming 30 ming pul qistirdi. Qaraylik. 2 soat ashlaytdimi? 1 soat salom. O'shanga arzimayman bu. Hozir bu 50 ming 30 ming pul qistirdi. Endi menga kelib nima deysan? Pulimi. Pulimi qaytarib berishni seni bilmayman. Bu na prins menga egolik qilyapti hozir. Na prins. Kelinni qo'ldagi tilla uzugini olib ber dedim, olib bera olmayman dedim. Men san'atkorman. Buni onasi urishadi desam, pulimni qaytar deyapti. Bo'pti, bolam pulingni qaytarib berib ketamiz. Bolalik uy garchi bozor bo'lsa ham, shovqinidan bu jonlarimiz bezor bo'lsa ham, garchi yurting bugun gulzor bo'lsa-da, gulga to'lsin shu uy, lolaga to'lsin, o'zbegimning xonadoni bolaga to'lsin. Aziz bolajonlar, bayramingiz muborak bo'lsin.